Şu Murtatam bilen tanışıp kalıman. Işxandakilarimizdan Murtatam deysizlar meni. Murtatam deb. Nimda Murtatam deymiz desanlar bu. Salam ekran aldidagi barliq azizlar. Biz oldin qitim Akkord klubimizdagi naqshchilarni bir aqordan tanishtirib o'tgan. Shu tanishtirib o'tgan chog'da sahnamizga yana bir muhim bir naqshchimiz bor. U kuni To'ynama muzika teatrining ba'zi muhim ishlari bilan u kuni ziyoratga kelolmay qolgan. Bugun A studiyasidagi ishxonasiga busib kiriblar. Bu odamni sizlarga tanishtirmoqchiman, ziyorat qilmoqchiman. Bu kim u desanglar, o'zimniki yaqin do'stim, shu 20 yil bo'lib qoldi biz hamkorlashqilimi. Shu 20 yil jarayonida men bilan tang birga, men bu do'stlar bilan birga hamroh bo'layotgan yaxshi san'atkor do'stim, yaxshi do'stim Muratjon Muxtar. Rahmat. Voy, sizlar rost tuyuqsizlik busibli kirib, bu bir hesabda yaxshi bo'ldi mana. Tabii ya. Shuna bo'lmasa qig'ilmaydi ekan-ku, mayli o ish, bu ishda. Salom hurmatli to'rdoshlar, men Muratjon. Sizlarga yalqinliq salomim bo'lsin. Biz mana o'sha A studiyasida Asqarjon bilan qana biz 20 yil bo'lib qopti, boysiz degandek. Mayli shu yaxshi kunlar, yomon kunlar bo'lsin, bor yo'qda tang. Shu xalqimiz uchun xizmat qilib, uni qilib, buni qilib, holbuki mana mush kunga ulashdik. Ishlar yaxshi bo'lsin. Bu urinishlar mush kun kelishimizga bizni qo'llayotgan xalqimizdan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi-da bu ishlarni. To'g'ri deysiz. Bunun ustiga mana 1 yildak bo'ldi, 1 yilga ulash qilib turdi. Akkord sahnasida yana sizlar bilan ancha-muncha shu og'inimiz Asqarjonningki to'kpisi Asqarjonningki shu Akkord klubida sizlar bilan oz ko'pdir naqsh sahnada ancha-muncha uchrashgan bo'ldik. Mana bugun sizlarning oldinglarda mana Asqarjonningki riyosatchilik qilishida sizlarga salom berib o'tiribdimiz. Bu Muratjon og'inamda nurg'un odamlar bo'ldi. Hamda shu atrofimizdagi san'atkorlar bo'lsin, shu naqshni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz. Dastlabda Muratjonni sahnaga chiqqanda ko'rib, bular anqiramay qolganda. Bu adash, bu yoshroq bolalarni ekanmi, Muratjonmi yaxshi aytdi, nima deb hamda o'ylashib qolgansan deb mana ba'zi degan san'atkor do'stlarimizim bor. Hamda ularning o'zining dunyosida o'ylagan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Hamda lekin Muratjon Muxtar bo'lsa bu haqiqatan pishqan bir san'atkor deb o'ylayman men o'zim. Ham shundoq. Muratjon Muxtar asli men Muratjonni tonigan vaqtimda bir yaxshi naqshchi, bu kuychi. Bu shu sizniki tunji kuy degan plastinka. Tunji kuy degan plastinkasini men shu burunqi jubalarda uchoqladim. Jubalar bek yo'q vaqtlarda restoranlar naqsh etib yurgan chog'da hayron qolgan. Biz naqsh etsak, qaytiq bir lentalar olsak, bu ajab bir naqsham qandaq bo'lsa qaymaydigan ayta olaman degan vaqtlarda sizning shu tunji kuy degan naqshingizni deyingizlar shuncha moda bo'lib ketdi-ku, Shinjongning hamma yerlarida bu shu naqshlaringiz bo'lib ketdi. Ajab yaxshi naqsh aytadigan bola ekan, bu biz bilan tengkan bo'lmasa ishida hayron qolgan. Keyin bir fursatda Turpanda men bir restoranda bir Shaxterda bir restoranda bir 2 oylik bir chog'da eng o'qish bitirgan vaqtim 2003-yil. Shu vaqtda 2 oylik bir o'ynagan o'rinda berib kelay, o'zimning yurtda shu Turpanda bo'lgandan keyin tuqqanlar bilan ko'rishga istab berib, shu Murtatam bilan tanishib qolaman. Ishxondakilarimizdan Murtatam deysizlar meni. Murtatam deb. Nimda Murtatam deymiz desanlar, bu 90da Murat ata deganda shu ishtiltib aytilgan chog'da Murtatam deb chaqirdik-a shu ro'larlar. Muratjonniki ismi biz hamda chaqchaq qilib deymiz, lekin o'zimizmi odatlanib qoldik. Men Murtatam deb chaqiraman. Shu Likchinda ishlar deydi-ku. Likchinda ishlarda. To'yga olganda sizlar dapadim-ku. Asqarjon boy deb o'tdi mana. Balkim abay degandek yoshroq bolalarni akaga bu sonlar ham yaxshi bo'ladi degan taklifni berib emasmi? Biz olgandan keyin bizmi yoshlar aytgan naqshni bizmi ayta olamiz deb o'yladik hamda-chi. Albatta shunda bo'ldi. Adam o'zining yashini unutgan, yashasa, yana o'zini keyin chiqqan yoshlar bilanmi tang moslashib, davrga moslashib yuralaydi deb o'ylayman. Men ashta o'ylaydi ekanman. Men bu hamda azroq uslubimni o'zgartirib boqmoqchi, buningdan to'rdoshlariga deydigan bo'ldik-da. Uslubni o'zgartimiz. Cho'qim biz
davrilik naqshchi san'atkor bo'lamiz ekanmiz, cho'qim davrga moslashib, yoshlar yaxshi ko'radigan, o'rta yoshli cho'nglar yaxshi ko'radigan naqshlarni aytishimiz kerak hamda. Yeshimiz cho'ngayib ketishi agiz bizning zamondan qolganimizni, modadan qolganini bildirmaydi deb o'ylayman menimcha. To'g'ri deysiz, to'g'ri, albatta. Iliq abay degan taklif fikrini berganlar bo'ldi dedim. Ular keyin sizning aytgan naqshlaringizni anglagandan keyin ma'naniki dedi, Asqar, sen to'g'ri o'ylabdi ekansan. Men Muratjanni mandaq shakldagi naqshlarni aytdi deb o'ylamabdi ekan. Muratjan haqiqatan yaxshi naqshchi ekan deganlar bu haqiqatan-chi. Chunki ularning qallisida sizning burunqi aytgan xalq naqshlaringiz, milliy naqshlar shu qallisida qolgan gapda. Ularni keyin siz yangi asarlarni chiqarib davomlashtirmagandan keyin to'g'ri. Amaliyotda Muratjan intayin yaxshi naqshchi ham uningdan boshqa bu Şinjan'daki oldingi qatardagi shu muzika ishlaguvchi, muzik akkordlashtiruvchi bu Muratjanniki hamda qobiliyati jiq. Masalan, shu elektronlik real chelish jihatdan mening ko'nglimda Şinjan'da haqiqiy ta'minini tetib, shu o'zimizdagi Şinjan uslubida, Uyg'urcha uslubida ta'min tetib chaldigan eng oldingi qatorda do'stim deb o'ylayman sizni uchun. Ham shu hamkordishim, ham bu Muratjanni pastga taklif qilishimdagi maqsadim faqat xalq naqshi uchun taklif qilmadim. Men ishondim bu do'stimniki ichidagi ashundoq bir o'tning borligini. Chunki Muratjanmi uzun yil shu sahna orqasida muzik akkordlashtirish, boshqa san'atkor naqshchilarning naqshini ishlash xizmati bilan o'ziniki naqshi kasb hayotini sal bir mezgil tashlab qo'ydingiz do'stim. Shu. San'atkorlarga mulozimat qildi. Endi bu Muratjanning bir sahna oldiga chiqadigan vaqt keldi deb o'yladim. Endi bundoq yaxshi ovoz, bundoq yaxshi hissiyatni naqsh aytadigan birodarimiz endi yana davomli sahna orqada turib versa, menimcha bir cho'ng bir oltinni yakun qo'ygandek ushul ekan shu. Rahmat. Shu sabab bilan Muratjan ag'inamni shu akkord sahnasida biz bilan tang shu sizlar uchun, anglag'uvchilar uchun bir yaxshi asarlarni chiqarish uchun taklif qildim. Ham shundoq yaxshi bo'yotdi. Rahmat. Muratjanning aytgan naqshlariga ajoyib pez chavoqlarni chavatdi. Rahmat. Masalan, Qizilgullar. Qizilgul naqshini hammasi tang aytib ketdi. O naqshini hozir biz bir şey içilgandan ayağı paylayan qildik. Hozirgacha mesela naqshlar ko'nirab qoldi, yangilayli deb tursaqmi, o'sha naqshini talab qilib qaytadan aytib bersangiz deb hammasi tang aytdi. Demak, mana Muratjanniki shu hissiyatini aytgan naqshlarni anglag'uvchilar yaxshi ko'rdi. Anglag'uvchilar chavoq chaldi, anglag'uvchilar talab qildi. Qizilgul degan naqshlarimiz shunda yaxshi yoqtirib anglayotdi. Anandan Akbar Ziba, o'zimizning yaqin do'stimiz, yaxshi ijodkor do'stimizning naqshlarini ajoyib o'zimizning hissiyatida aytib, anglovchilarning yoqtirishini, chavoqlarini ilyapsiz. Tuncu gül kaşlarım Tuncu gül külüşlerimle Hıyal kuşu hıyallarım gel Nazım bırak öge vuruşu Demem gün oldu, alışır
Endi Muratcan, sizmi o'zingizniki o'sha akkord klubi kelgandan keyingi kelgandagi hissiyotingiz, bundan keyingi bir qanday qilmoqchi bo'lgan, qanday qilmoqchi degandek bir o'y fikrlaringizni ekran oldidagi ko'rinmalarimiz bilan bir o'rtoqlashib qandoq? Bo'ladi. Men burun ko'pincha hollarda tayyor benzoga aytadiq-ku, minosga aytadiq-ku, benzoga aytadiq. Buning bilan o'sha naq maydon chilingan hissiyot o'xshamaydi ekan-ku. Biz chunki uni burun tayyor qilingan narsa o'xshash. Kunni qo'ysak yana shu, kunni qo'ysak yana shu chiqadi. Lekin biz mana shu naq maydon naqsha, naq maydon muzika hamiz bilishgandan keyin unidagi hissiyot, tabiiylik nayt o'xshamaydi ekan. Unisi kunda aytsak kundagi genjo hissiyot o'xshamaydi ekan. Shu naq maydon chag'an muzikantlarmi bak yomon. Yaxshilarini tanlab akep ekansiz shu chaqlarlar. Akeldoq. Shundaq ya. Hammamiz bir kollektivga. To'g'ri. Biz mushu hayajon ilkidimi nayt biz suhbat jihatdan naqshlarimizdagi bir baldoq yuqori ko'tarildi deb o'ylayman. Buning uchun biz mushu akkord ishlayotgan naqshchilar sizga tashakkurimizni bildirmay qolmaymiz-da albatta. Rahmat adashim. Menmi sizlarga o'xshash yaxshi naqshchilar bilan, yaxshi san'atkorlar bilan mush akkord sahnasida tang anglag'uvchilarimizga, mehmonlarimizga tang bir sahnada mulozimat qilganimizdan men ajoyib o'zimni xushallik o'ylayman. Ham bir xil bu hissiyot o'xshamaydi ekan. O'zingiz yaxshi ko'radigan naqshchilar bilan, yaxshi ko'radigan do'stlaringiz bilan bir sahnada anglag'uvchilar uchun xizmat qilsak bu huzurchu. Ajoyib bir huzur bo'ladi ekan. Shu siz uchunki uni ustiga bu naq maydon yo'di o'ynashni pek yaxshi ko'rsiz. Buningdan shundaq-ku. To'g'ri. 2017-yili bu Sho'ti muzikatini qurgan chog'da shunday bo'lgan. O chog'da men naq maydon naqshingiz qanday bo'lar? Bizga mushta fursatlar kelaymi deb men pek havas qilardim buning uchun. Halbuki mana bugun akkord sahnasi mana qurilgan necha oyning yog'i bu orzuyimizga yetdik. Men shu akkord kelgandan beri 2-oyning 3-i ochildi-ku bu o'taylar, mushu o'tganda. Mushu akkordda Asqarovniki tavsiyasi bilan, taklif bilan kirib bir necha vaqt ko'namaslik bo'ldi. Yerda shundaq-ku. Undan keyin xalqlarninki ancha-muncha bizni qo'llashi, shunday yaxshi baholarni berishi, bizning naqshlarimizni yaxshi ko'radigan mehmonlarimizdan kirib yerda bizga ilhom madadlarni berib, chavoqlarni berish orqali men bu yerda nayt o'zimningki kuchini namoyon qiladigan bir yaxshi sahna deb qaradim. Hozirgacha mana boy Asqarjon deb o'tib ketdi. Hozirgacha bizning naqshlarimizni anglab kelayotgan do'stlarimiz, bizning fanslarimiz, bizning yaxshi ko'radigan do'stlarimiz bizni qo'llab kelyapti hozirgacha. Biz buningdan nayt zo'r ilhom oldik. Nayt umidlar to'ldi. Adam bir nishon bilan yashash kerak ekan. Biz buningdan keyin texmo shu akkord sahnasi bo'lmish mushu sahnada sizlar uchun texmo yaxshi bo'lgan asarlarni, suhbatlik asarlarni har xil fungodiki mayli milliychi bo'lsin, mayli hozirgi zamon yoshlar yaxshi ko'rayotgan fungodik narsalarni biz sizlar uchun har vaqt sizlarga sunishni, taqdim etishni nishon qilib keldik. Buningdan keyin texmo do'stlarninki bizni qo'llab-quvvatlab berishini, shundaqla akkord klubiga qadam tashrif qilib, ancha-muncha bizning oddiygina naqshlardan huzurlanib ketishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz do'stlar. Degan shu Muratjonning yana uslubga kirgan ishxona shu Muratjonning A-studiyasındagi ishchidagi bir o'zining xonasi. Nurg'un yaxshi naqshchilarning, nurg'un naqsh san'atkorlarning, ustozlarimizning ham biz bilan tantish naqshchilar bo'lsin, bizning kichik naqshchilar bo'lsin, o'sha naqshchilarning nurg'un go'zal asarlari chiqqan ishxona bu. Muratjonmi hozir sahnaga chiqdim deb buni tashlab qo'ymadi. Muratjonning tirishchiligiga men ajoyib qo'l qo'yman. Bizniki A-studiyasida Muratjon bayroqlar o'rin turdi. Qanday desanlar, Muratjonning tirishchiligiga men burun o'zimga aytdim. Shunday qo'ydasha
ishxonada men sizdan ügünüme adaş Vay gayret rahmat. cihetini, tirishchanlik cihetini deb. Masalan, Muratcanmo bir adamga va'da qilib muzikalarni ishlashga olib qo'ygan vaqtida mush pastda ishdan tushgandan keyin soat 1lar bo'lib ketadi. Shinjan vaqti, Bejan vaqti soat 3lar bo'lib ketadi. Shu vaqtlardami shu qaytib chiqib, ishxonada 1-2 soat ishlab yetib, andan keyin uyga qaytib ertagayin kelib shu muzikalarni o'tisidan chiqyotidi. Ham o'ziningki endi kelgusida aytmoqchi bo'lgan naqshlariga tayyorlik qilyotidi. Muratjanninkimi endi yaqinda nurg'un naqshlarga plan qilyapmiz adishim. To'g'ri, hamkorlikni kuchaytirgan asosda. Davrga moslashadigan xalq naqshlari o'lmaydi. Lekin uni konu uslubda, konu shu chilish nimasi bilan qilsak, hamda hozirgi zamonga moslashmay qilishi mumkin. Shuning uchun uni biz yengillashtirib, hozirgi zamon musikalari bilan birlashtirgan asosda xalq naqshlarini anglovchilarga sunsaqmi, bu boshqacha bir xil ozuq bo'ladi ekan, yoqtirishiga erishadi ekanmiz. Demak, bizning planlarimiz yana bor. Anglovchilarimizga sunadigan nurg'un naqshlarimizni tayyorlab qilyapmiz. Yana shundaq Muratjon og'inamninki, "Ey, bular aşı bir telefanda müştaq deganda bir naqshlarni anglab baqay desanglar, sizlarni biz Akkord klubida saqlaymiz." Aslında